Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz bizni kuzatuvchilar. Barchangizga kun davomida ko'tarinki kayfiyat tilaymiz, birodarlar. Ehsonchi akalarimizdan, Saxovatbek akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana shunaqangi yaxshiliklarda, ehsonlarda hamjihat bo'laylik, birdan bir jon bo'laylik. Kelinglar, Allohning o'zi ajr mukofotini ziyoda qilib bersin. Assalomu alaykum opa. Mana shu ehson qilganlarni duo qilib qo'yasiz haqqiga. Xudo xolasa mana shu poyabzal, mana shu kurtkalarni ehson qilishibdi. Ikki dunyolarga hujjat bo'lsin. Mana shu suv idishimizni ham Saxovatbek akalarimiz tomonidan ehson qilishibdi. Alloh rozi bo'lsin. Kelinglar birodarlar, mana shu oilaga doim yordam berib, qo'llab-quvvatlab turaylik. Albatta buni mukofotini Alloh o'zi ziyoda qilib beradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Birodarlar, mana hozir oilamizni holdan xabar olgan kelganmiz. Mana shu oilani qo'llab-quvvatlab hashar yo'li bilan Xudo xolasa raislarimiz hozir harakatdalar. Agar uchastka bo'lib qolsa, o'rtada hashar yo'li bilan ko'pchilik birdan bir jon bo'lib, bitta xonadon qurib bersak, ularga bir vatan bo'ladi. Alloh ajr mukofotini ziyoda qilib bersin. Mana bitta norasiday farzandlari turibdi. Albatta bulardan keyin kelajakda yetuk kadrlar, vrachlar, sizni bizni korimizga yaraydigan insonlar chiqadi. Saxovatbek insonlar bo'lsa, ilohim ehsonning mukofoti ehsondir degan Alloh Parvardigor barchamizni yaxshilikda, ehsonlarda birdan bir jon qilib bardavom qilsin xayrli ishlarda Parvardigorim. Barchalaringni mana shunaqangi ehsonlarda birlashishga da'vat qilib qolaman birodarlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.